1980-yillarning birida bayram kunlarida men tug'ilgan kunimda o'tirardik. Uyimning tepasida tomda o'tirardik. Shu kechasi men kameramni olib kelish uchun mashinamga ketdim. Mashinamga ketayotib men kamerani oldim va liftga chiqishni boshladim. Liftga chiqqanimda men o'zimni yaxshi his qilardim, lekin lift juda yaxshi edi. 4-qavatda birdaniga lift silkinib boshimni urib oldim. Liftga qaraganimda 13-qavatda to'xtab, uning svetlari o'chib qop-qorong'i bo'ldi. Men soatlab turardim. Soatlab. Hamma yoq jimjit bo'ldi. Keyin birdaniga svet o'chdi. Hamma yoq qop-qorong'i edi, qo'rqardim. Lekin menga qadam tovushlari eshitildi. Men qo'rqdim, yuragim juda tez urardi. Menga bu yoqmasdi va men hushimdan ketib qoldim. Va men hushimga kelganimda men to'g'rida men o'zim bilmaydigan soya, xuddi odamdek soya menga qarab tikilib turardi. Men hech qatimni qimirlata olmasdim, hattoki qo'limni ham hattoki qimirlata olmasdim. Hech qayerim qimirlamas edi. Keyin mikrofonidan yarim soatlardan keyin lift ochiladi. Texnik nosozlikligini aytishdi. Ular meni chakib olgan deb o'ylashdi, lekin men chakmagan edim. U soya asta-sekinlik bilan tirjaydi, kuldi. Uni kulgisi meni ichimgacha kirardi. Men qo'rqib ketdim. Ko'chada bolalarning shovqini eshitilardi. Bu yanada qo'rqinchli edi. U 10 barmog'ini ko'rsatdi. 10 dedi. 10. U menga sal yaqinlashdi. Svet o'chib yonganida 9 dedi. 9ni ko'rsatdi. Menga yaqinlashardi. 8. Men qo'rqib borardim. 7. Qo'rqardim. Judayam qo'rqardim. 6. Judayam qo'rqardim. Uni so'laklari yoqib meni yoniga kelayotgandi. 5. Men juda qo'rqdim. 4. 3. 2 va u yo'qolib qoldi. Meni yonimda kimdir nafas olayotgani eshitilardi. Men juda qo'rqardim. Hattoki nafasimni ichimga yutolmadim. Va u yonimga kelib dedi. Va men hushimdan uyg'onib ketishimga sal qoldi va u meni yonimga kelib, u tezda yo'qolib qoldi va liftning chiroqlari yondi. Men hamma o'zimni qimirlata olardim. Men ko'chaga chiqqanimda hamma o'lib yotgan edi. Hamma o'lgan edi. 4 ta odam o'lgan edi. Men kimligini bilmasdim. Menimcha uni qilich ushlab olgan odam hammasini o'ldirgan. Orqamdagi manyak tirjaydi. U hech qachon menga aytgan gaplar esimdan chiqmasdi. Menimcha menda uyqu falaji bo'ldi. Agar sizlarda ham uyqu falaji sizlarda bo'lib turadigan bo'lsa, kommentda uyqu falaji menda ham bo'ladi deb yozib qo'yinglar.